Hammaga salom do'stlar. Bugun shu FS Mobile'da qanday qilib akkauntni boshqa telefonga o'tirish yoki yangi akkauntni qanday qilib telefonga kiritish haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchi shu akkaunt ulanganiga e'tibor berish kerak. E-akkaunt yoki Facebook ulangan bo'lsa oson bo'ladi ulash. Hozir sizlarga e-akkaunt orqali qanday ulash kerakligini aytib o'taman. Facebook ham xuddi shunday ulanadi. Boshda o'yindan chiqib ketasiz, shu o'yinni o'chirib tashlab boshqatdan olsangiz ham bo'ladi. Yoki mendek qilib ham o'yinni настройкasiga kirib ma'lumotlarni tozalab tashlashingiz kerak to'liq. Undan tashqari yana Chrome'ga ham kirasiz va uni ham ma'lumotlarni tozalab tashlashingiz kerak bo'ladi. Xuddi ko'rsatilgandek. Keyin o'yinga boshqatdan kirasiz. O'yinga kirganingizdan so'ng shu yil, ya'ni o'yinga qanday yil orqali shu akkauntdan kiritilganligini kirasiz. Eng ma'qul varianti 2000 qilib belgilasangiz ko'pincha kirib ketadi. 2000 qilib shu kirgizasiz. Bosgandan so'ng yangilanish oladi. 200 megabaytga yaqin, shungacha kutib o'tirasiz. Ko'pchilik bu masalada o'zi qiynaladi. Yangi akkaunt olsa yoki boshqa telefon sotib olganida akkauntini o'tira olmay o'tiradi. Shuning uchun avvalambor narigi telefonda akkaunt yangi ulab qo'ygan yoki Facebook ulab qo'ygan yaxshi. Keyin yangi telefonga kirgizish oson bo'ladi. Kutamiz. Mana hozir e-akkaunt chiqdi, Facebook chiqdi. Hozir e-akkauntdan qanday kirishni ko'rsataman. Bosdim. Keyin shunaqa qilib chiqib keladi. Xuddi shunaqa qilib bosasiz. Keyin shu yerga ulangan, ya'ni o'yinga ulangan Gmailni kiritasiz va send kodini bosasiz. Keyin telefoningizga kod keladi. Gmail ilovasidan bildirishnomalar yoqib qo'ygan bo'lsangiz shu keladi xabar berib. Bildirishnomani o'chirib qo'ygan bo'lsangiz Gmail ilovasiga kirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Kod ayrim vaqtlarda kechikib kelishi mumkin. 5-10 minutga, ayrim vaqtlarda 1 soatga ham kechikishi mumkin. Kodni yozamiz mana. Keyin akkauntga kirib ketadi. Aytadi, yangi akkauntdan boshlasam yoki avvalgi akkauntdan kirasam deysiz. Shu yangi akkauntni bosasiz. Mana bu o'zimizning akkauntni bosasiz. Yangi akkaunt bosib yuborsangiz mana bu akkaunt yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun avvalgi akkauntni bosib kiring. Shunaqa qilib xato qilmasdan xuddi yutadagidek qilib kirgizishingiz kerak bo'ladi. Hammaga rahmat. Yana ma'lumotlar kerak bo'lsa kommentlarda yozib qoldiring. Kanalimiz va Telegramga o'tib qo'ying. FS Mobile uz Jimbo FS26 deb qidirsangiz chiqib keladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.